Bayram dasturxoni uchun yana bitta ajoyib g'oya. Ishimizni 200 gramm margarinimizni tyorkadan chiqarishdan boshlaymiz. Margarin muzdek bo'lishi kerak. Ozgina-ozginadan un solib, kroshka holatiga keltiramiz. 3 ta tuxum sarig'i, 1 choy qoshiq razrixli chil, 1 chimdim tuz, 200 gramm smetana. Yana ozgina-ozginadan un solib, xamir qoramiz. 5 minut tindirishga olib qo'yamiz. Ungacha men solish uchun nokdan foydalandim. Olma ham qilsangiz bo'ladi. Nok postini tozalab olasiz, past tarafini olib tashlaysiz. Yana ichiga nachinka uchun asal bilan yong'oq kerak bo'ladi. Xuddi videoda ko'rsatilgandek, birinchi shokolad, asalli nachinkamizni, tagiga dumaloq qilib kesib olgan xamirimizni va lentichka qilib kesib olgan xamirimizni o'rab chiqamiz. To'g'risini aytaman, bunaqa mazali, neobычный desert hali yeb ko'rmagan edim. Tuxumni sarig'ini 180 gradus 35-40 minut atrofida duxovkaga yuboramiz. Teylari umuman kuymagan, prosta asali shunaqa chiqib qoladi. Qo'rqib ketmaysiz. Qo'rqib qo'rsanglar bilinmay ketadi. Bay, videoni ozvuchka qilyapman, ishtaham ochilyapti. Like va kommentariy hammalardan kutib qolaman. Bilasizlar, bu men uchun katta motivatsiya bo'ladi va kim sizga pishirib berishni xohlasangiz, o'sha odamga videoni yuborib qo'ying. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar. Hali ham kech emas, bitta serjechkaga bosib qo'yishingiz uchun.